Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. Kitob topshirmoqchi edim. Qaysi gruppa? Texnologik ta'lim 1-gruppa. 2452 tartib raqam. Kitobim Abdulla Qodir o'tgan kunlar romani. Topshiraman. Bu kitobni tengdoshlaringizga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Abdulla Qodirning o'tgan kunlari romanini o'zi kinosini ko'rganman. Avvalo kinosidan kitobini o'qigan yaxshi, sababi kinodagi yo'q personajlar, har xil joylari bu o'tgan kunlarning asarida, romanida ya'ni bor. Bunda Abdulla Qodirning o'tgan kunlar romanida Otabek, Kumush hamda Zaynablarning o'zaro bir-biriga munosabati, ya'ni muhabbati hamda bir-biriga ziddiyatli holatlari keltirilgan. Shu qatorda o'sha 1920-yillar, ya'ni 19-20-asrning boshlaridagi ahvolni, ya'ni o'zbeklarning orasidagi holatni yoritib bergan. Bunda o'sha roman yozishdan maqsad, asosiy maqsad xonliklar, ya'ni Qo'qon xonligi, Buxoro amirligi, Xiva xonligi o'rtasidagi podshohlarning noan'anaviy, ya'ni ziddiyatga borib keluvchi qarorlari oqibatida kelib chiqqan nima qilib o'tilgan siyosiy holatlar bildirib o'tilgan. Shu bilan birga mehr, muhabbat, bir-biriga sadoqat, sevinch hamda sog'inch kabi personajlar, ya'ni o'tgan kunlardagi Kumush hamda Zaynab, Otabek kabi ko'rinishlarda bularni yaqqol ko'rsatib bergan asar. Asarni taklif qilaman, hammasiga tavsiya qilaman, sababi bu o'tgan kunlarni kinoda ko'rgan boshqa, kitobini o'qigan boshqacha tasavvurlarga ega bo'ladi. Hammaga tavsiya qilaman, o'tgan kunlar romanini o'qinglar, yaxshi asar. Rahmat.